Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 4-darsimizni boshlaymiz. Bu mavzuda nima o'tishimiz kerak? Ya'ni olmoshlar davom etib kelsak bo'ladi deganda gap. Xo'p, juda maydalashib chiqqanimiz ichiga yuzakroq qarasak, yaxshiroq tushunamiz. Xo'p, qaraymiz. Demak, nima bo'yicha ko'rishimiz kerak? Bu, shu, o. Yaqin, uzoq, cho'q uzoq. Ya'ni o'zbek tilidagi bu, shu, uning o'zi. Boshqa narsa yo'q. Bunga bir alohida ta'rif berib, mana bunaqa bo'ladi, u yoqdan kelgan, bu yoqdan ketgan, otasi u tomondan, onasi bu tomondan tekshirib o'tish shart emas. Shuni bilsak bo'ldi. Bu, shu, u. Mana shu narsaga teng. Xo'p, nimaga qaraymiz? Nima yaqin? Yaqin, uzoq, cho'q uzoq deyapmiz. Yaqindagi narsani gapirmoqchi bo'layapsam, men buni bu deb aytishim mumkin. Masalan, aytaylik, kalam. Bu kalam. Oddiy aytishimiz mumkin. Yaqinda turibdi, qo'limiz tutgan, bu kalam deymiz. Uzoqlashdachi. Shunday qalamni oldim, uzoqroq qo'yapman o'zimni. Uzoqroq qo'yapman. Bunda nima bo'ladi? Shu kalam. Chunki uzoq. Shunday qalamni olib otib yubordingiz, uzoqroq ketdi. Qayerga ketib qoldi, bilmayman, nima kelsa bo'ldi. Nima deymiz hozirda? O kalam. Uzoq. Ana shunaqa tushunsak bo'ldi. Yaqin, uzoq, juda uzoq. Yana qanaqasi bor? Shu bo'yicha ko'ramiz. Burada, şurada, orada. Bu yerda, shu yerda, u yerda. Tamam. Yodlab olsak bo'ldi. Xo'p, yana qanaqasi bor? Buraya, shuraya, oraya. Bu yerga, shu yerga, u yerga. Yana burası, şurası, orası. Bu yer, shu yer, u yer. Bu yerda biz burası dedik. Bu yeri deyishimiz kerak. Tarjima bo'yicha bu yeri desak to'g'ri bo'ladi. Xo'p, bu yeri dedik. O'zbek tiliga qo'ymoqchi bo'lsak nima deb gapiramiz? Bu yeri qayeri? Yo'q. O'zbekchada unaqa deb bo'lmaydi. Demak, bu yeri qayer deb so'rasak bo'ladi. Lekin turklarda bu yeri qayeri deganda gapirishadi. Nima aytishimiz kerak? Burası neresi? Bu yer qayer? Burası yetim markazi, ta'lim markazi, o'quv markazi. Yoki shurasi neresi? Shurasi, masalan, bozor. Aytishimiz mumkin. Orası neresi? U yer qayer? Xuddi shunaqa gapirish mumkin. Yoki bu bo'yicha savol berib ko'rsak, qanaqa chiqadi? Masalan, burası, shurasi, orası. Neresi? Burada, şurada, orada. Nerede? Buraya, şuraya, oraya. Nereye? Nereye gidiyorsun? Ben pazara gidiyorum. Pazara gidiyorum. Yoki nerede oturuyorsun? Ben Taşkent'te oturuyorum. Taşkent'te yaşayın. Yoki ben Türkiye'de oturuyorum. Aytishimiz mumkin, bo'lishi mumkin. Demak, shunaqa shaklda qo'shimcha qo'shib turib, yasab ketaversak bo'lar ekan.